Hammani baqlajonli bitta kabob yegan edinglarmi? Bugun biz ikki usulda bitta kabob qilamiz. Mazasi turetskiy kafelardan ham qolishmaydi. Qiymani yash qilib ezolamiz. Qizil barg'ali va piyozni qirg'ichdan chiqarib, solib va yash qilib aralashtiramiz. Ilitilgan nonni sovuramiz va yash qilib aralashtiramiz. Bitta tuxum solib va yana yash qilib aralashtiramiz. Tanga ko'ra ziravorlar ham solinadi. Mana qiymamiz tayyor. Mana shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak. Qiymamizdan 3 dan 1ni olib qo'yamiz. Mana shunaqa shakl berib duxovkaga qo'yib yuboramiz. Qizil sovusimizni bitta kabobga tayyorlab olamiz. Sariyaga tomat solamiz. Suv solib ozgincha aralashtiramiz. 5 minut qaynagandan keyin o'chirib qo'yamiz. Endi baqlajonlarni yo'qqa kesib, ustidan yog' surib, duxovkaga qo'yib yuboramiz. Nomiga qizarib, yumshagunicha pishiramiz. Endi baqlajonni olib, ustiga qiymani solib, mana shunaqa shaklda tugamiz. Ipga shashlikga o'shqab teramiz. Ustidan sovus solib, duxovkaga qo'yib yuboramiz. Endi chesnochni sovus qilamiz. Chesnok bilan zelinni mayda qilib to'raymiz, smetana bilan mayonez sovuramiz. Lavash xamiri olamiz, ustidan sovusimizni suramiz, qiymamizni solib, o'raymiz. Hammasini o'rib olib, shunaqa shaklda kesib olib, sirni ustiga qo'yib duxovkaga qo'yib yuboramiz. Hammaga yoqimli ishtaha. Ishoning, mazasi sizni uyaltirmaydi. Endi baqlajonligini yeb ko'ramiz. Albatta tayyorlab ko'ring, mazasi juda ham mazali.